Assalomu alaykum hurmatli kanal bugun biz Amerikadan kelgan faqat flagman notebookdamiz. O'zi flagman degani va nima degani unda yuqori darajada bo'ladi. Hamma komfortlar. Bu komfortni versiyani ko'rsatamiz. Hozir bundan ko'p biz nomi ko'rsatyapmiz. Agar kimga qiziq bo'lsa, biz kanalda bor bitta ko'rsatamiz. Boshlaymiz. Core i7 Ultra 155U. Bunda aplikasi 32 aplikasi bor. DDR5 6400 MHz va 1.5 TB SSD'si bor. Undan tashqari sun'iy intellekt bilan ishlaydigan ekran 2K ekran sensor. Ko'ryapsiz, sensor 2 ekran. Buni yangisi menimcha bizda 8 yil turadi o'zimizda. Buning narxi $650 beramiz. Yangi hali. Garantiyasi 1 yil. Keyingisi bu kimga qiziqqan bo'lsa, bu notebookimiz Surface Core i7. Core i7 10 avlod, 16 GB 500 SSD. Buning narxi $320. Hamma biladi Surface'da ekran 2K ham ekran 2K tiniq bo'ladi. Xuddi kak MacBook M2 ga kattasiga o'xshaydi, buyumi. Shunaqa, ofisga ham, IT ga ham bemalol tushiradi. Asus Vivobook bilsangiz, men buni o'zim alohida bitta video chiqarganman. Asus Vivobook bu ham H prosessor, Core i7 Ultra 155 H prosessor, 20 potok shunaqa. Tagi pachetka, ko'rib turibsiz. Ekran 4K OLED ekran, 100 ga Face ID bor, ekran OLED, OLED. Bu ham duyumi 15.6 duyum, ixcham, toza, urilgan qilgan joyi yo'q. Bitta mana joyda laklangan yopishgan joyi bor, lekin bilinmaydi. Toza turibdi. Bu narxi shunaqa $630, lekin garantiyasi 1 yil, yangi bu holatda. Keyingisi Dell keldi. Bu ham yangi pashta tiniq, mana ko'rib turibsiz. Qani, hamma belgilab turibdi. Ryzen 5 8000 series ko'rsak hammasi ideal holatda. Yangi desam, bu desam ketaveradi, ikki tomon ketaveradi. Narxi lekin bu narx albatta. Bular qani tagi 8000 series Ryzen 5 kapsulok bor, sun'iy intellekt bor. Ryzen 5 8000 series 6400 MHz lik 500 ga SSD'si bor. Orqa qaylarda ekran 4K ekran, o'ta tiniq ekran. Buning narxi $450, yana ham kelishamiz. Bu Surface Core i7 10 avlod, 11 bor bizda hozir vaqtda. Buni aplikasi 16 ga aplikasi bor, 500 ga SSD'si ham bor. Hot, yaxshi. Buni har doim 500 bo'lmaydi, ba'zi 500 kam keladi. Shuning uchun borib ketyapman. Bu ko'pchilik 2 ziyod xotirasi bu 500 xotirasi bor. Sifat yaxshi. Ekrani tiniq, ovozi baland. Buni narxi $300 beramiz. Chunki bu Core i7 bo'lgani uchun. Keyingimiz Asus ZenBook bu flagman versiyamiz. Ryzen 9 7000 seriya, DDR5 16 aplikasi bor, 1.5 TB SSD, ekrani sensor OLED. Ekran OLED ekran 4K bo'ladi. Mana yozib qo'yibdi, ekrani 90 Hz, как игровой офисный. Ham bu prosessor Ryzen 9 6800HX prosessor bo'ladi. Mana qarang. O'ta tiniq. Buni Ryzen 5 ham, Ryzen 9 ham bor. Mana ikkita bormi? Mana ikkita bir xil modelimiz. Bittasi Ryzen 9, bittasi Ryzen 5. Bu ikkasi ham dolbatimiz, bu ikkasi ham ekranga 90 Hz, lekin buni yadrosi ham ko'proq. Ryzen 5 imiz narxi $450, Ryzen 9 ning narxi $600, chunki bu yangi ham. Ikkita ZenBooklar. ZenBook, bu ham ZenBook sanaladi. Bu faqat Core i7 13700 prosessor, 20 potok, 16 aplikasiya, 1 TB SSD, ekrani OLED ekran. Hamma komforti bor, tiniq. Garantiyasi bor. Hamma tomon real turibdi. Garantiyasi 6 oy garantiya. Har yangi desam bo'ladi menimcha buni. Mana, bu ham sensor. Mana ekran OLED. Buning narxi ham 650 beramiz. Bunaqa narxi yo'q bozorda chunki. Garantiyasi bor. Keyingimiz bu HP OmniBook Ultra 5, ya'ni bunda AI bor. Ko'rib mana. Bu ham shuni intellekt bilan AI bilan ishlaydi. Ryzen 7 8000 seriya, 16 aplikasiya, 32 aplikasiyasi bor va 1 TB SSD'si bor. Ekran sensor. Hali yangi chiqqan versiya, mana yavash yengil. HP OmniBook mana yangi bu. Narxi necha pul deysiz? Narxi $600, yangi bu. Garantiyasi bor. Keyingimiz bu boshqa dahshat. Bu ham shunday o'xshaydi. Bunda ham sun'iy Asus Ultra Core i7 Ultra deyiladi. Bu ham 155 H prosessor. Ovozlar Harman Kardon, ovozi anaqa ekrani 4K OLED ekran, sensor ekran, tagi pachetka RGB har xil joyga yonadi. U aplikasi 32 aplikasiya, 1 TB SSD'si bor. Hali qarang, hatto plomas olmagan. Mana yangi holatda ideal, yengil, juda ingichka. Buning narxi $600. Ya'ni o'zi $600 bunaqa yo'q, lekin 600 da beramiz. Amerikanskiy bo'lgani uchun ham. O'z komfort vashchi ko'p. Bunda sun'iy intellekt ham bor, bunda sun'iy video kartasi ham bor, ekrani 120 MHz, 140 MHz degan bor.
Bu narx birini narxi $600. Agar kimga shunaqa amerikanskiy notebook qiziq bo'lsa, bizda hozir ko'p, biz hammasini aktual ko'rib tursak, hammasini obzor qilganim yo'q. Ular videoda ko'p vaqt olib qo'yadi, siz ham zerikib qolasiz. Shuning uchun bunaqa notebook tanishingizda ham yo'q va OLXda ham yo'q bunaqa narxlar. Javob. Chunki buni o'zi ham bunaqa hammasi qo'yishdan oldin sochda ko'rib, kerak bo'lsa chachachib deb so'rab ko'rib narxlar ko'rganmiz. Buni OLXda ham yo'q, YouTube'da ham yo'q va Instagramda ham bunaqa narxi yo'q. Xullas, manzil bilan Toshkent shahar. Markaziy Avstraliya. Foto'ga yetkazib berdim bor, undan tashqari bo'lib berish ham bor.